Ko'chada bir so'qir kishi o'tirardi. Uning oyog'i oldida idishcha turar, yonida esa "Mening ko'zim ko'rmaydi, iltimos yordam beringlar" deb yozilgan taxtacha bor edi. Yonidan ko'pchilik o'tayotgan bo'lsa-da, unga hech kim parvo qilmas, idishiga tanga tashlamas edi. Mana nihoyat so'qir odamning oldiga bir kishi yaqinlashdi. U idishchaga pul tashladi. So'ng taxtachani oldi-yu nimadir yozdi. Shundan keyin yo'lovchilar so'qirning oldidan befarq o'tib keta olmaydigan bo'lishdi. Kimdir idishiga tanga tashlar, kimdir bir og'izgina shirin so'z aytib o'tib ketardi. So'qir bu o'zgarishdan juda hayron bo'ldi. Keyingi kun so'qirning yonidan yana o'sha erkak o'ta boshladi. So'qir odam uni qadam tovushidan tanidi. "Taxtachaga nima deb yozgandingiz, birodar?" so'radi u. "Haqiqatni", javob berdi erkak, faqat boshqa so'zlar bilan. U shunday deganicha kulib nari ketdi. Taxtachada esa "Hozir ko'chada bahor, men esa uni ko'rolmayapman" deb yozilgandi.